Bugungi qismning eng dahshatli tomoni shundaki, bu yerda hech kim faqat yutqazmadi, hech kim faqat g'olib ham bo'lmadi. Bu safar hammamiz ko'rgan narsa bir ayolning qo'lga tushishi emas, balki yillar davomida yolg'on, nafs, alam va kechikkan pushaymon ustiga qurilgan butun bir dunyoning qulashidir. Eng og'ir zarba ham aynan shunda. Odam ba'zan dushmanidan emas, eng ko'p ishongan hissidan yengiladi. Shu qismda aynan shuni ko'rdik. Tashqaridan qaraganda nazokat siqilib qolgan, buchakka haydalgan, dalillar orasida yolg'iz qolgan ayoldek ko'rinadi. Lekin uning ichki holati boshqacha. U hali mag'lubiyatni tan olgani yo'q. U hali ham o'zini himoya qilayotgan emas, o'zini oqlashga urinayotgan emas, balki o'sha eski kuchini saqlab qolishga urinyapti. Shu sabab uning har bir javobida haqiqiy tavba emas, sovuq hisob bor. U aytgan gaplarning orasida juda xavfli bir ohang yashirin edi. Sizlar ham aybsiz emassizlar degan ohang. Bu oddiy himoya emas, bu hujumning boshqa shakli. Ya'ni nazokatning fikricha, u yiqilayotgan bo'lsa, yonidagilar ham pok bo'lib qolmasligi kerak. Eng xavfli odam ham aynan shunday bo'ladi. Ketayotganini sezsa, o'zi bilan birga boshqalarni ham tortib ketadi. Uning ko'zlarida qo'rquv emas, hisob-kitob bor edi. U tergovchilarning har bir savoliga shunday javob berardiki, go'yo u aybdor emas, balki ayblovchilarga saboq berayotgan ustozdek edi. Ammo uning barmoq uchlari titrardi. Bu titroqni faqat diqqat bilan qaraganlar payqardi. Ichkarida bir narsa yiqilayotgan edi, lekin u hali o'sha yiqilishni hech kimga ko'rsatmaslikka ahd qilgandi. Sodiq Turg'unovichning bu qismdagi ruhiy holati esa juda chuqur ochildi. U birinchi marta pul bilan hamma narsani boshqaraman deb yashagan umrining aslida uni qanday qullikka olib kelganini tan oldi. Bu oddiy afsus emas edi. Bu ichidan o'tgan hukm edi. Uning ko'zida boy odamning mag'rurligi emas, kech qolgan odamning charchog'i bor edi. U uzoq vaqt deraza oldida turib tashqariga boqardi. Qo'lidagi sigaret tutab turardi. Lekin u hech qachon chekmagan odatiga qarshi birinchi marta tutunni o'pkasiga tortdi. Shu oddiy harakatda uning butun ichki burilishi yashirin edi. Eng muhim nuqta ham shu. U nazokatga faqat molini oldirgan erkak sifatida emas, butun oilasini, obro'sini, uydagi tinchligini o'z qo'li bilan begona qo'lga topshirib qo'ygan odam sifatida qaray boshladi. Shuning uchun uning g'azabi ham shunchaki uy yoki pul uchun emas. Bu erkakning o'ziga bo'lgan nafrati bilan aralashgan g'azab. U nazokatni jazolatmoqchi, lekin aslida kechagi o'zini ham jazolayapti. Shu sabab uning har bir qarori endi qasos bilan tavbaning orasida turibdi. Bir tomondan qamoq, bir tomondan ehson, bir tomondan aybni tan olish, bir tomondan obro'ni qayta tiklash istagi. Bu juda murakkab ruhiy holat. U kechalari uxlay olmay qo'ydi. Yotoqxonasida aylanib yurar, xotinining uxlab yotgan yuziga qarab, o'zining necha yil shu ayolning yonida yolg'on bilan yashaganiga hayron bo'lardi. Tomoshabin ko'rmay qo'yishi mumkin bo'lgan eng nozik detal ham shu bo'ldi. U yordam taklif qilganida pulni tashlab qutulmoqchi bo'lgani yo'q. O'z vijdoniga yo'l qidirdi. Yetimlarga uy berish g'oyasi shunchaki saxovat emas, ichki najot izlash edi. U pulni berar ekan, o'zining yillar davomida to'plagan gunohlarini ham bermoqchi edi. Ammo pul gunohni yuvmaydi. Buni u endigina tushuna boshlagan edi. Afzal esa bu qismda haqiqiy og'irlikni jim ko'targan qahramonga aylandi. Unga qaraganda tashqaridan barqaror, vazmin, sindirilmagan odamni ko'ramiz. Lekin ichida qancha og'riq yotganini aynan kechirishdagi sokinligi ochib berdi. U Sodiq Turg'unovichni kechirdi, lekin unutgani yo'q. Farq juda katta. Kechirish qalbning kattaligi, unutmaslik esa aqlning hushyorligidir. Afzal endi nafaqat biznesini, balki atrofidagi insonlarning asl qiyofasini ham ko'rib bo'ldi. Shu sabab uning bugungi osoyishtaligi ertangi qat'iyligining belgisi. U bir kuni kechqurun uyiga qaytganda xotini unga choy olib keldi. Afzal choyni qo'liga oldi, lekin ichmadi. Uzoq tik turdi. Xotini nima bo'ldi deb so'radi. Afzal hech narsa, faqat yillar davomida noto'g'ri odamlarga ishonganman dedi. Bu gapni aytayotganda uning ovozi qattiq emas, lekin barqaror edi. U endi tebranmaydigan odamga aylangan edi. Ayniqsa ularning firma haqidagi suhbatlari juda muhim edi. Daromad, qarz, muddat, reja
Bular oddiy iqtisodiy jumlalar emas. Bu serial bizga yana bir narsani ko'rsatdi. Pul faqat vayron qilmaydi, u insonlarning kimligini ham ochib beradi. Nazokat pulni qurol qildi, afzal esa uni tirilish vositasiga aylantiryapti. Mana shu qarama-qarshilik keyingi qismlarda yanada kuchli to'qnashuvga olib keladi. Afzalning qo'l ostidagi xodimlar uning o'zgarganini sezishardi. U endi har bir shartnomani 3 marta o'qirdi. Har bir hamkorning ko'ziga tikilib, uzoq qarardi. Bu ishonchsizlik emas, bu endi aldanmaslikka berilgan qasam edi. Nazokatning o'zi ham buni biladi. Shu sabab u hali bukilmayapti. U hozircha agar men ketsam, kimlarni o'zim bilan olib ketaman degan nuqtada turibdi. U tergovchilarga qarab ichidan sanayotgan edi. 1, 2, 3, 5, 10 kishi. Ularning hammasining ismlari uning boshida xarita bo'lib joylashgan edi. Agar u yiqilsa, ular hammasi qulaydi. Shu sabab u hali qo'rqmayotgan edi. Bu qismda e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan juda muhim mayda detallar ham ko'p bo'ldi. Masalan, Sodiq Turg'unovichning Afzalga yordamni to'g'ridan to'g'ri berishdan ko'ra boshqa shaklda taklif qilgani bejiz emas. Bu yerda u xayriya qilyapman deb ko'rinishni emas, o'z aybini amalda yuvishni xohladi. U Afzalga qo'ng'iroq qilganida ovozi titrar edi. Afzal, men bir uy qurmoqchiman, yetimlar uchun. Siz menga yordam berasizmi deb so'ramoqchi emasman. Aksincha, sizning nomingizdan qurmoqchiman. Afzal bir muddat jim qoldi. Nega deb so'radi u. Chunki siz buni menga qaraganda ko'nglingiz bilan qilasiz, dedi Sodiq Turg'unovich. Bu iqror bo'lish edi, eng kuchli iqror. U o'zining nafaqat pulini, balki qalbining iflosligini ham tan olayotgan edi. Yana bir nozik detayl, nazokatning qonun tilini ishlatishi. U o'zini ruhiy jihatdan qurbon sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Bu kelajakda sud jarayonida erkaklar meni ishlatdi, endi butun aybni menga yuklamoqchi degan chiziqni kuchaytirishni anglatadi. U advokatiga bir sahifalik xat yozdi. Xatda bitta jumla takrorlanar edi. Men yolg'iz emasman. Demak, u faqat ayblanuvchi sifatida emas, manipulyator sifatida ham kurashni davom ettiradi. Yana bir kuchli detal. Sodiq Turg'unovichning o'g'il masalasi atrofida aytilgan gaplar. Bu juda xavfli ip. Bir kuni kechasi u o'g'ilni yoniga chaqirdi. O'g'lim, men senga bir narsani aytishim kerak dedi. O'g'ilning yuzi oqarib ketdi. Siz nimani demoqchisiz, ota? Sodiq Turg'unovich bir nafas oldi va indamadi. Shu sukutda butun bir dahshat bor edi. Agar seyf, pul va oila a'zolari ishtiroki ochilsa, mojaro bir ayolning jinoyatidan chiqib, butun sulolaning sinoviga aylanadi. Ana o'sha paytda kechirim, qarindoshlik, oriyat, qondosh muhabbat degan tushunchalar juda og'ir imtihondan o'tadi. Yon chiziqday ko'ringan sevgi va oila sahnalari ham aslida bejiz kiritilmadi. Homiladorlik atrofidagi mayin, kulgili, issiq lahzalar bu serialning eng achchiq haqiqatini yanada keskinroq ko'rsatdi. Bir uyda yangi hayotga joy tayyorlanayotgan paytda boshqa bir uyda nafs eski hayotni yeb bitiryapti. Farhodning onasi bosimi ostida boshqa qiz bilan uchrashuvga chiqib, keyin haqiqatni o'zi aytib qo'yish ham juda muhim. U uchrashuvga bordi, lekin qizning yuziga qaray olmadi. Qiz unga sizning boshingiz boshqadami deb so'radi. Farhod boshini ko'tardi va men turmush qurganman va men xotinimni yaxshi ko'raman dedi. Bu gapni aytishi bilan uning yelkasidan og'ir yuk tushgandek bo'ldi. U yolg'on bilan ikki taqdirni kuyishdan qo'rqdi. Bu mayda ko'ringan epizod kelajak uchun katta belgidir. Demak, serial hali ham bizga shuni aytyapti. Erkakning haqiqiy kuchi tanlashda emas, haqiqatni qachon aytishida bilinadi. Farhod uyiga qaytgach, xotinini quchoqladi. Men hech qachon sizni aldamayman dedi. Xotini uning ko'zlariga tikilib qaradi va men bilaman dedi. Bu chiziq keyingi qismlarda oilaviy bosim, ona ta'siri va er-xotin orasidagi mustahkamlikni yana sinaydi. Nargizning Said tomon tashlayotgan nigohlari, yengil savollari, go'yoki tasodifiy qiziqishi ham oddiy emas. U bir kuni Saiddan siz hech qachon sevib qaraganmisiz deb so'radi. Said kuldi, lekin uning kulgisi ichida bir alam bor edi. Sevib qarash uchun ko'ngil kerak dedi u. Hozir esa mening ko'nglimda faqat yara bor. Nargiz bu javobdan keyin uzoq o'yladi. U yerda hali ochilmagan his bor. U his kulgili ko'ringan bo'lsa ham,
Aynan shunday yengil boshlanadigan munosabatlar keyin og'ir tugunlarga aylanadi. Ayniqsa Dildor va uning atrofidagi hissiy bo'shliqni hisobga olsak, bu yo'nalish ham keyin keskinlashadi. Nosirboy bilan bog'liq sahna ham juda kuchli ma'no berdi. O'g'lining otasini xizmatkordek ko'rib qolishi avlodlar orasidagi qarash farqini ochib tashladi. Bir kuni Nosirboyning o'g'li do'stlariga uyda ziyofat uyushtirdi. Nosirboy xizmat qilib yurdi. O'g'li esa do'stlariga bu bizning xizmatkorimiz deb tanishtirdi. Nosirboyning qo'lidagi likopcha yerga tushib sindi. U hech narsa demadi, faqat o'g'liga qaradi. Shu qarashda butun bir umrning sadoqati, mehnati va umidi yiqilayotgan edi. Otaga sadoqat, do'stlik, odamgarchilik, qarz bilish. Bolaga esa bu pastlikdek tuyulyapti. Mana shu tafovut keyingi qismlarda kattaroq oilaviy portlashga sabab bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan bolalar ota-onaning sadoqatini tushunmaydi. Keyin esa aynan o'sha sadoqat uyni saqlab qolganini kech biladi. Bu chiziq hali o'sadi. Ayniqsa Zulfiyaning zaharli gumonlari va uydagi tarang muhit borgan sari kuchayadi. U bir kuni eriga "Siz meni aldayapsizmi?" deb so'radi. Eri "Nima gapiryapsiz?" dedi.